ibodatxonasiga keldik. Malayziyada eng mashhur ibodatxona hisoblanardi. Juda ham baland. Mana shunaqa zinapoyalardan ko'tarilsa bo'ladi. 272 ta bo'yalgan zinapoyasi bor, senyoritalarim. Tepada esa Muriganning haykali bor, ya'ni hindlarning xudosining haykali bor. Bu juda ham qadimiy ibodatxona hisoblanadi. Tog' esa 400 million yil ilgari paydo bo'lgan deyiladi. Endi manbalarga asoslangan holda aytyapman. 400 million yil avval paydo bo'lgan tog'da mana shunaqa ibodatxona joylashgan. 2018-yil esa zinalar qaytadan bo'yalgan va turistlar uchun ajoyib qarorgohga, ajoyib ziyoratgohga aylangan. Zinaga chiqish uchun esa suv kerakli narsalarni olib chiqish kerak va qonun qoidaga rioya qilish kerak. Yelkalarini yopish kerak, oyoqlarini yopish kerak. Ibodatxonaga esa oyoq kiyimni yechib kirish kerak bo'ladi. Keyin maymunlar juda ham ko'p, mana ko'ryapsizlar. Maymunlar esa juda ham sho'x, undan tashqari mehmonlarni quvontiradi va qo'lidagi yegulik